Samolyotda kelishda menga birinchi yoqmagan narsa, men 8 kilo ruchnoy bilan yurdim, bagaj olish esdan chiqib qoldi. 3 kilo oshiqcha chiqib qoldi. 3 kilo oshiqcha. Endi o'zinglar 8 kiloga sig'madi. 3 yil Rossiyada yurgan odam 8 kilo, g'am tashvishini o'zi ham 8 kilodan ko'p bo'ladi-da. Qanday 8 kilo sig'diraman? 3 kilo oshiqcha sig'ib qoldi. Men pul to'ladim mashinga. 3 kiloga, ishonasizlarmi? 3 kiloga pul to'ladim. Oldimda bitta 100 kilolik aka men bilan uchdi. 100 kilo. Men 60 kiloman. Mendan oshiqcha 40 kilosi bor. Aka pul to'lamadi 40 kilosiga. Tushunyapsizlarmi? Samolyot akani 40 kilosi bilan tushib ketishi mumkin emas ekanda, men o'zimni 3 kiloyim bilan qulatib qo'yaman ekanda, yerga sanchib qo'yaman ekan samolyot. Bu nima degan narsa bu? Xuddi haligi opa derazani tagida o'tirib olib jabir meni opa yana uchrashdim. Men yaqinda rekord qo'yaman. G'amgin uchish bo'yicha. Uka biz birinchi qilyapmiz, dashida keta oling deydi. Chiqmay qo'ya olmaysizmi? Piyoda ketmaysizmi mashina o'rniga? Siqilib uchdim hali. Samolyot qulab tushishini umuman o'ylamayapman. Naborot qulab tushsa ham ona opa ham birga ketadi men bilan deb, ashuni o'ylab keldim mashalani.